12 muqami parlaq Cunha medeniyet hazinesideki bibaha güher. Emgekcan, icatcan Uygur halkının akıl parastının cevheri. Uygur hayatının hemme taraflarını müzik tili bilen bayan kılıdığan bədii kamustur. Uningda Uygur halkının hayatı ve güzel maneviyeti, istek hayişleri, tarihi reallik ve turmuş muhitidan kelib chiqqan muhabbet nafratları, insan tefekkürünün müzika, bədii edebiyat ve usul qatarlıq xilma-xil şekilleri bilen ifadelengen. Mundaq müzika əseri dünya milletlerinin san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq müzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uygur muqamlarının tarihi uzun, arx ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqamlar Uygur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uygur xalqining nurg'unlagan bastkorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasidir. Bu ketim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topdi. Hamda u yana Uygur klassik shoirlarining she'rlari, Uygur xalq dastonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga oladi. Taşın körgeç ne tük, aylanmayın kim. Kıbligandır. Ayağımda ne tük, baş urmayın kim. Baş urmayın kim. Secdegâydır. Lebin istemedin can vermeyin abi hayat andim. Yüzün körgeç nefsik kız açmayın ol ber. Açmayın ol Bedrem ayındır. Yüzün hasret sabır etme, o tüz enber düşkenden. Emez halıyla puşkan merdemi çeşmi, merdemi çeşmi. Çeşme seyahimdir. Yüzün hecret sabretmey, 30 enber tüşkenden.
Emez halıya koşkan merdumi çeşmi, merdumi çeşmi. Çeşmi siyahimdir. Yüzüne gayriden asrar Kün aldı dil abretut kandel Saçın ilmez yüzün etrafı hüzren dudağımdır Vayrakı Bersi rahat gamze-i çeşmim Uni berhem urarga kirpegen hayli Kirpegen hayli Hayli spahimdir Aya derdim Vay derdime Bulaqdan sirg'ib tushayotgan suzib sular sizga ajoyib ta'sirli qissa bayonlarni so'zlab berdi. Ajdodlar halol tarlari tapchirishining hosilati bo'lgan bu buloq suyini shildirlashtirgan. Otash qalblardan urg'agan muqam sadosi qo'shilsa, sizning nozik his tuyg'ularingiz qo'zg'alib o'tmishimiz, hozirimiz, shundaqla kelgusimiz haqida cho'nqur o'yga cho'mishimiz va shu xil fikr yong'ini turtqisida butkul vujudimiz larzaga kelishi mumkin. Sen
Boyayning kuch quvvatga to'layotgan 3 o'g'li bor edi. Bu 3 o'g'ilning yigitlik shijoati toza voyaga yetgan mezgillarida boy ularni hunar kasb o'rganish safariga otlantirdi. O'g'il bo'lig'i 70 xil hunarni ozlik qilib degan hikmatga cho'nqur ishongan boy o'g'illarga Xudodan ahvol tilab uzitib qo'ydi.
xosiyetlik safari ana shundoq boshlandi. Canı sarım sen mi sen? Kendisine canı sarım sen mi sen? Vay kim bulmaz sen, acı o benim gelmeyene. Vay kim aram can ya, canı sarım sen mi sen? Vay kim aram can ya. Oğullar şundaq qilib o'zlari yaxshi ko'rgan avam xalqqa, yurt mahallaga foydasi tegadigan hunar kasblarni maqomiga yetkazib o'rganish uchun ona yurtidan ayrilib taraf-tarafga yo'l oldi.
Çoğun oğul deryalar geçip, tağlar eşip, nurgun muşakkatlik seferini baştan geçirip, ahiri bayat ahlinin yurtları keldi ve bayatlar bilen uçraştı. Yürekiga bayatlarning bebaho angushtiri bo'lgan bayat naqsha kuy va usullaridan rangdor naqshlar qildi.
kichik o'g'il el yurt kezib eng katta angushtar sohibini topdi va yurt o'limi muxtabarlarning tarixini shon shuhratini yezib qoldirg'ili kitob dasturlarini tuzib tarixi taxtaylarga teri rahlarga xat yezish ovorichiligidan qutulg'ili ilm ahlilari uchun savoxona ichib ilm herismanlarining qalbini ma'rifat nuri bilan yo'ritqili bo'ladigan xosiyatlik angushtar qog'oz yasashni o'rgandi. O'ttirinchi o'g'il el yurt kezib tibobat ilmi sohasidagi eng usta hakim teviblarni izlab topdi. Tibobat ilmiga ishtiyoq bog'lab ijtihod bilan o'rganishga kirishdi. Tevib o'limolardan modatil hayot davoiy mushkil yasashni o'rgandi. Gider bulum zalim ağlar Erme körüye diye bayan bilgeysen Yolguz hemra kavdiye kahlın içinde Ölgeni yok isen aman bilgeysen Yolguz hemra kavdiye kahlın içinde Ölgeni yok sen aman bilgeysen Bizler için himmet kemer bağlıgan Fırak hemma sinelerin bağlıgan Bizler için himmet kemer bağlıgan Fırak hemma sinelerin bağlıgan Kemidi dep yolu harap sarlıgan Şayet sırrı atamda sallandı gelsen Kemidi dep yolu harap sarlıgan Şayet sırrı
kaldı. Pervane bulup kopmaz
Bayatlarning kuy muqam sehridan olamshumul o'ziq oldi va ikki yurt mehri muhabbatini bir-biriga mahkam bog'lug'uchi muqam vorislarini boshlab ona yurt tuprog'iga qadam bosdi. Oğullar özlerinin aql parasiti, mehnat ve ecri orqali bir-biridan qimmatlik bebaho angushtarlarni izlab tepib
yurtiga arka-arkadan qaytib keldi. Boğayning o'g'illaridan kutgan umrlik armani oxiri visol topdi. Haydi